Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun sizdan intervyu olmoqchi edik. Ba'zi ko'pincha odamlar bergan savollarga javob berishga tayyormisiz? Xo'p, jon bilan javob beraman. Hozirgi holatingizga qanday erishdingiz? Hozirgi holatimga o'zimni o'sishim, o'zimni darslar olishim, psixologiya o'qishim, diniy bilimlar, o'zimni ustida ishlash, massajlar o'rganish, muzikalar o'rganish, ya'ni to'xtamasdan harakat orqali keldim. Qanaqa to'siqlarni bosib o'tdingiz? Judayam ko'p yo'qotishlar bo'ldi. O'zimga bo'lgan ishonch pastga tushib ketdi. Nol holati, ya'ni pulsizlik, munosabat, ota-onadan uzoqda, bolalarimdan uzoqda ko'p narsalarni bosib o'tdim. Instagramga video qo'yishdan nima maqsad? Instagramga to'g'risi bir paytlar o'ylaganman. Shunday narsa qo'yamanki, men hamma nolib qiladi-ku, men Rossiyaga kelgan ko'p videolarni ko'rganimda bunaqaman, ishlayapman. Men o'sha paytda aytardim, agar men qo'ysam, pozitiv, qayerda nima, yaxshi narsalar qo'yishga harakat qilaman degan o'y fikr avval bor edi. Lekin darslarga kirganim natijasida o'sha ustozim gapirdiki, endi Instagram ochinglar, Telegram ochinglar deyishi natijasida menda o'sha fikr paydo bo'ldi. Va men qayerga chiroyli joylari bo'lsa, o'sha joylarga borib, mana ham ishlab bu yerda, ham o'zingiz uchun dam olsa bo'ladi degan narsani ko'rsatishga harakat qildim. Lekin haqiqatdan ham shunaqa, men ham hamma qatori, hamma ayollar kabi soat 6 da borib, to kechki 6 gacha 12 soat ishlayman. Faqat yakshanba kuni dam olaman. O'sha yakshanba kuni o'zim uchun Piterdagi hamma joylarga borishga harakat qilaman. Tekin bo'lsin, ozgina pulli bo'lsin. Menga shu narsa qiziq, masalan, o'rmonlari bor. Bu narsalarni, o'sha narsalarni berish, ko'rsatish uchun o'sha Instagramni ochdim. Juda ham qiziqarli savol bor. Ko'pincha odamni shuni qiziqtiradi shu savol. Menda bitta juda ham qiziqarli savol bor. Shu videoda har doim siz energichniy ayolsizda. Shu energiyani qaydan olasiz? Vaqtingizni qaydan topib borib, o'sha joylarga, juda ham qiziqarli joylarga borib, videolar syomka qilib, odamlarga o'zingizni yanada ham bilimingizni berib, energiyangizni berib, yana energiyani qaydan topasiz? To'g'ri, men hozir va shu yerda yashashni o'rgandim. Hamma qatori soat 6 da boraman. 6, 7, 8 soatdan keyin agar zakazimiz ko'p bo'lsa 10 gacha ham ishlaydigan vaqtlarimiz bo'ladi. Bularni hammasini o'sha hozir va shu yerda yashashni o'rganganimning orasida balansga keltirib oldim. Men o'tgan hayotimga ham ketib qolmayman, oldingi hayotimga ham ketib qolmayman. Hozir va shu yerda yashayman. Chunki bu eng zo'r bizga keladigan energiyani balansda ushlash yo'li ekan. Bilimlar, o'sha psixologik, qaysi bilim bo'lsa, hammasida shu narsa aytiladi. Kechirish, oldinga ketib qolmaslik, hozir va shu yerda yurish. Yana bitta narsa bor, men ishga ketyapman demayman. Bugun nimadir narsani anglashim uchun ketyapman deb borib o'sha tikadigan mashinamga o'tiraman. Shuning uchun menda shu energiya saqlanadi. Ya'ni har kuni nimadir narsani anglayman, tushunaman. Ya'ni menda hamisha dars yoki shu diniy bilimlar hamisha naushnik qulog'imda eshitishga harakat qilaman. Sevgi deganda nimani tushunasiz? Sevgi deganda bitta so'z bilan Allohning sevgisi. Kechirishni nima deb tushunasiz? Siz o'zingizni yaqin odamlaringiz xafa qilganda siz ularni kechirganmisiz? To'g'ri, avvalgi yashab yurgan paytlarimda, endi bu urovingga, bu nimaga chiqmagan paytimda rosa menda nolish ko'p edi. Kechirmagan insonlarim rosa ko'p edi. Ular bilan ustida ishlab o'sha bloklarni yechishim natijasida hozir men kechirmaydigan inson qolmadi. Hammani kechirib bo'lganman. Endi hozir bu kunda men kechirishdan ko'ra xafa bo'lmaslikni o'rganyapman. Ya'ni o'rgandim. Xafa bo'lmaslik juda ham oson ekan.
kechirib, uni qiynalib, kechira olmasdan yurmasdan xafa bo'lmaslikni o'rganish kerak ekan. Hozirgi kunda hech kimdan xafa emasman. Hammani kechirganman. Alloh uchun hammani kechirganman. Sizni hayotingizda qanaqadir problemadan qochgan, ответственностьni boshqa odamga yuklab qo'yib, o'zingiz chiqib ketib, shu odamni tashlab, keyin ba'zi ozgina vaqt o'tgandan keyin shu narsani tushunib, yetgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Что вот o'tirib, men bu problemadan qochyapman, men borishim kerak. Shu problemani ko'ziga qarashim kerak, shu narsani решать qilishim kerak deb gapirganmisiz? Da. Men hayotimda ko'pincha ayollar bilan muammo bo'lgan. Ayollar bilan muammo bo'lgani degani, masalan, agar menda onam tomonidan qandaydir bir nima bo'lgan bo'lsa, travma bo'lgan bo'lsa, o'sha narsa meni hamisha quvib yurgan. U narsa shu o'zimizda she'rda ham bo'ldi, Piterda. Bitta qiz bilan oramizda ozgina kelishmovchilik bo'luvdi. Men u bilan muammoni yechmasdan qochib kelganman. Ya'ni uni kechirdim deganman, bu yuzaki kechirish bo'lgan. O'sha narsa yana o'zimda yana davom qaytalandi. O'zimni dugonam bilan birga ishlab, birga yashaydigan qiz bilan. U bilan shu muammo kelgan payti undan ham qochdim. O'sha paytda tushundim, men yana qochyapman. Buni yechishim kerak deb o'zim qaytib kelganman-da, o'sha qiz bilan yana o'tirib olib gaplashganman. Hech qachon problemadan, muammodan qochmaslikni tushundim. U qizga o'sha narsa ayta oldim. U ham tushunadigan qiz. Meni tushundi, bir-birimiz kelishdik, yana birga yashayapmiz. Bu qochmaslik. Qochmaslik kerak muammodan. O'tirib olib gaplashib olish kerak. Hayotingizda qiyinchiliklarni qanday yengib o'tdingiz? Endi bu qiyinchilik deb aytsa ham bo'ladi. Men uchun bu endi hozirgi kunda tajriba, dars deb tushundim. Mendagi turmush o'rtog'imni bu dunyodan olamdan o'tishi, bittagina o'g'il ukamni ham olamdan o'tishi, keyinchalik men Rossiyaga kirib kelgandan keyin katta qizim olamdan o'tishi, bular meni tark qilishi, meni bu ko'p stressga solgan, depressiyaga tushganman. Bolalarimdan uzoqda, ota-onamdan uzoqda. O'sha paytda men psixologiyaga kirib kelganman. Psixologiya meni o'sha tushkunlikdan, depressiyadan chiqarib ola olgan. Undan tashqari yaxshigina qarzga botganman. Bular hammasi men uchun dars bo'lgan. Endi hozirgi kunda tushundim. Qiyinchilik, nolish, nima deydi, shukursizligim bo'lgan. Allohga shukrim yo'q bo'lgan. Tanam ham o'zi shishib ketgan. Yaxshigina kilo vaznda edim. Yana tanadagi og'riqlar, o'zimdagi kasalliklar rosa ko'p bo'lgan. Ularni ustida Allohga shukr ishladim. Hozirgi kunda vesim ham o'z joyiga tushdi. Yana undan tashqari o'zimga bilim olishni to'xtatganim yo'q. Mana shu 5 yildan beri nimani xohlayotgan bo'lsam, o'sha narsani o'rganishga harakat qildim. Diniy bilimlar, keyin massajni ham o'rgandim. Xudo xohlasa O'zbekistonda o'zimizning qizlarga, kelinlarga o'rgatish niyatim bor. Keyin chalib ko'rmagan narsalarimni ushlab ko'rdim. Masalan, gitaralarni. Undan tashqari shu ozish bo'yicha ham yaxshigina o'zimga bilim nima qilib oldim. Uni ham o'zi Xudo xohlasa o'zimizga borib qizlarga bu narsalarni ham beraman. Chunki tanadagi vazn bizni eng anaqa stressga soladi. Stress nimalar orqali keladigan narsalar ekan. Ularni ham yechishni o'rgandim. Xudo xohlasa bularni ham o'rgataman. Tikuvchilik o'zi meni o'z kasbim. Tikuvchiligimning orqasidan bu narsalar bo'ldi. Hozirgi vaqtda qanaqa kanallaringiz bor? Kanallar Instagramda, Telegramda va YouTube'da. Bularni hammasi o'sish uchun, o'zimizni ustimizda ishlash uchun berilgan tavsiyalar. Piterga kelganingizdan beri va hozirgi holatingizda o'rtasida nimalar bo'lgan, shuni birma-bir funksionalni aytib bersangiz. Piterga kelganimda, birinchi kelganimda tualet bo'lganman. Nechidir xona edi, targoviy sentr bo'lgan. Nechidir xonalar bo'lgan. O'shalarni rosa tozalaganman.
O'sha paytda o'sha psixologiyani o'qib ko'rib boshlagan paytimda Xudodan so'rashni boshladim. O'zi birinchi nimada biz Allohni unutib qo'yar ekanmiz, so'rashni bilmas ekanmiz. O'sha paytda so'rashni o'rgandim. Men tikuvchilikni bilaman-ku, nimaga endi men faqat shu buni yuvishim kerak degan narsalar bo'lgan. Hamma qatori ham o'zi birinchi kelgan paytda hamma birdaniga nima bo'lib ketmaydi, yaxshi joy topmaydi. Men shunaqa ahvolda yurganman. Keyinchalik psixologiya orqasida o'qib, o'zim so'rashdi, Xudo bilan birlashishdi. Undan menga nima kerak ekanini chin dildan, qalbdan so'rashdi. O'rganganimdan keyin o'zi menga eshiklarni ochdi. Tikuvchilikka keyin o'tishni boshladim. Ishonasizlarmi, o'sha paytda psixologiyaga kirgan paytimda coach olganman. O'zi $300 oladigan bo'lsam oyligim, o'sha $300 o'sha psixologga berishga tayyor bo'lganman. Chunki shu darajada menda depressiya, men hech kim meni undan chiqara olmaydi deb o'ylaganman. Lekin Allohga ming shukr, o'sha ustozimga ham rahmat, meni o'sha botqoqdan chiqara oldi. Shu 5 yil mobaynida hali ham o'qishni qo'yganim yo'q. Endi hozirgi kunda shu depressiyadan qanday chiqishni yo'lini bilganim uchun ham ayollarga ko'proq gapiryapman. Hozirgi kunda o'zim Telegram kanalimda ham bu narsalarni aytib ular beryapman o'sha narsalarni. Chunki men bu narsalar bosib o'tdim. Bosib o'tgandan keyin men endi o'ylaymanki, bera olaman, tavsiya bera olaman deb o'ylayman. Hozirgi kunda o'sha paytlarda ham eski joylarda yashagan bo'lsam, hozirgi kunda Allohga shukr, yangi mashina, yangi o'zimizga tikuvchilik ham, uyimiz ham yangi, hamma narsa yangi bo'lgan. Chunki meni ongim o'sha paytda kichkina bo'lsa, hozir ongim kengaygani sayin menga o'zi Allohning berayotgan narsalar ko'paydi. Bundan tashqari qo'rquvni yengdim. Bu qo'rquv qanaqa? Masalan, boshqa joyga borish, boshqa shaharga chiqish, ilk qadamim o'zi Kaliningraddan boshlandi. O'zimizning Natasha boshlig'imiz bilan, keyingisi mana bitta o'zim Moskvaga borishni 2 kunga bo'lsa ham borib keldim. Bular mening yutug'im deb o'ylayman. Chunki ayol kishi yana shu Rossiyada u yoq bu yoqqa chiqishi, masalan, oddiy hali metroga tushishlarimiz ham ozgina qo'rquv ostida bo'ladi. O'sha qo'rquvlarni yengdim. Sevgini bera olmaganman. Ota-onamga ham, bolalarimga ham yonida yashagan paytimda bera olmagan sevgini o'zim ustimda ishlab, hozirgi kunda bolalarimga uzoqda bo'lsam ham sevgi, mehr bera olaman. Ya'ni gapira olaman, ichimdagi borini ayta olaman, yaxshi ko'rishimni ayta olaman. Dadam bilan onamga ham yuragimdagi narsalarni ochib sochadigan bo'lganman. Ularni yaxshi ko'raman. Boriga shukr. Allohim ularni o'z panohida asrasin. Bu hayotda endi maqsadlaringiz nima? Maqsadim ko'p. Ya'ni orzu, maqsad hech qachon odamda to'xtab qolmaslik kerak. Maqsadlarimdan bittasi ayollarga, o'zimga o'xshagan ayollarga ko'proq bilim, ilm, o'zimdagi bor narsani berish, ularni mana shunday o'tirmasligini xohlayman. Chunki mana hozir men 49 yoshda bo'ladigan bo'lsam, men qatori ko'p ayollar uyda faqat nima bilan oilaviy qolib ketganlar bor. O'shalarga ham men aytmoqchimanki, harakat qiling. Chunki o'zimizni ustimizda qancha ko'p ishlasak, o'ssak, bu degani o'zimizdagi cho'kib yotgan o'sha bosib qo'ygan talantlarni, yaratuvchiligimizni chiqara olsak, yarata olsak, biz yanada kengayamiz, yanada mehrli sevgi butun yer shariga bu ko'payadi demoqchiman. Yaqinda bitta qiz gapirdi. U meni ko'pincha ishxonada hamisha bo'ladi-ku. Ular meni masalan tosh bilan urgan bo'lsa, men osh bilan urishga harakat qilganman. O'shanda oxirida men Allohdan ko'p so'radim. Ey Alloh, o'shalarga mana shuncha sevgi ber deb so'raganman. Faqat sevgi so'raganman. Ularga nafrat jo'natsangiz, nafrat keladi. Buni yaxshi bilaman. Oyna deb aytiladi. Butun atrofimiz oyna. Shuning uchun u qizga faqat osh tashdim. U tosh bilan ursa, men osh bilan urdim. O'sha qiz oxirida meni achamlab, Nargiz, agar senga o'xshagan ayollar ko'p bo'lsa nima bo'ladi deb so'radi. Men uni quchoqlab, jannat bo'ladi dedim. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Faqat yaxshilik qilish kerak ekan. Siz yaxshilik qildingizmi?
sizga bu yaxshilik qaytaverar ekan. Masalan, ko'chada ketayotgan ikkita bola ketayotgan bo'lsa, oho, bugun maktabingdan 5 olib kelishini tiladim, yoki kimningdir mashinasi buzilgan bo'lsa, sizga o'sha mashinasini tuzilganini tiladim. Kimdir kasal bo'lsa, o'shanga sizga sog'lik tiladim. Oddiy mana shu so'z, oddiy tabassum, bular ham berish bu. Ya'ni insonlarga, butun dunyoga berish. Mana shu kichkina narsalardan berish boshlanadi. Keyin sizga bu, masalan, kimgadir yaxshilik qildingizmi, o'shandan yaxshilik qaytadi deb kutmaslik kerak ekan. U aylanib через bu tomondan Allohning o'zi bizga berar ekan. Hayotdan nima xohlasang, shu narsani so'ra, qancha bo'lsa, qancha orzuying bo'lsa, shunchasini so'ra, uyalmasdan. Ko'p bo'ladimi, значит, ko'p xohlasang ko'p narsa bo'ladi degan narsalar to'g'rimi yo? To'g'ri. To'g'rimi? Ha, bu. Siz qanchaki qalbdan, chindan, tepadan Allohdan so'raysiz, Alloh sizga faqat yaxshi narsani so'rasangiz aytadi-ku, onamning onasi, ya'ni buvim bor edi, aytardi. Yaxshi niyating amalga oshsin derdi. Ya'ni bizda yomon niyat ham ko'p bo'ladi baribir. Lekin yaxshi niyatni Alloh o'zi, farishtalar shunday olib boradi-da, sizga shunday olib kelib beradi. Ko'pincha qiynalayotgan ayollarga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Tavsiyam o'sha, o'zingiz ustida ishlang, harakat qiling, to'xtab qolmang. Aytadi-ku, beshikdan to qabrgacha bilim. Men bu narsani tushunib oldim. O'sha narsani har bir ayol tushunishini xohlayman. Chunki siz baxtlisiz, sizni bolalaringiz, farzandlaringiz baxtli. Baxtli ayoldan baxtli farzandlar o'sadi. Shuning uchun biz o'shdan to'xtamaslik kerak. Bilim, ilm hech qachon ziyon bo'lmaydi. Masalan, kampir bo'lgan paytimizda ham kimdir sizdan maslahat so'rasa, biz maslahatni bera olamiz. Shuning uchun to'xtamaslikni, nimadir narsani yaratishini, tikuvchilikmi, nimadir pishiriqmi, yana narsalarni qanaqa narsa bo'lsa, shuni o'rganishga harakat, qiziqishga intilish kerak. Masalan, mening tengqurlarim mendan 5 yosh kichkina, ya'ni 40 yoshdan oshgan ayollarimiz, masalan, farzandlari katta bo'lgan, nevaralar, chevaralari bor, o'zi qo'lida hamma narsa, masalan, puli ham, masalan, gap so'zi ham o'tadi, masalan, eriga ham gapi o'tadi, turmush o'rtog'iga. O'shalarga aytib, harakat qilish kerak, tanasi bilan shug'ullanish kerak, nimadir narsani o'ziga xod qilish kerakmi, o'sha narsalarni o'rganish kerak. Ana shunda biz yana yuksalamiz. Umuman olganda yer yuzi, O'zbekiston hamma o'sishi boshlaydi. Ya'ni bir-birimizga sevgi, mehr bera olamiz. Ana shuning uchun ayollarimiz, o'zi uyda ayol qanchakilla o'sib, bilimli bo'lsa, bu hammaga foyda, jamiyatga ham foyda. Ko'pincha onalar ham bor. Onalar bilmaydi qanday bolasini podдержка qilishdi. Shu onalarga qanday bolasiga отношение yoki bolalarga to'g'ri yo'l ko'rsatishdi, qanaqa va nimalarda tavsiya bergan bo'lardingiz ularga? Da, bu yerda faqat o'sha ayolda bilim yetishmasligi sababli o'z farzandiga yoki nimasiga bilim bera olmaydi. Chunki ayolni o'zida yo'q-ku, o'zida yo'q narsani qanday bolaga beradi? Hozirgi bolalar shu darajada o'sayotgan bolalarda talab qiladi. Ya'ni masalan, men agar ingliz tili, rus tilini bila olmasam, o'g'lim yoki qizim mendan so'rasa, men uyalib qolishdan qo'rqaman-da. Shuning uchun harakat qilaman. Chunki bolalar bilan hozir teng o'sish kerak. Mana Instagram ochishim ham, YouTube ochishim, bular hammasi bolalarim bilan teng o'sishga harakat qilishim. Chunki ular bir nima so'ragan paytda men uyalib qolmasligim kerak. Ya'ni ham o'zim o'saman, bolalarim bilan birga o'saman. Bizda nima bor? 3 ta rivoji bor: biologik, ruhiy, jamiyatdagi. Ana shu 3 ta rivojni bittada olib ketsak, hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Kasal ham bo'lmaysiz, uy ham to'g'ri bo'ladi, bolalar hammasi balansda ketadi. Kelajakda onlayn dars va ko'pincha shu siz yoshingizdagi ayollarga yoki sizdan yoshroq qizlarga maslahat berish bo'yicha onlayn kurs yoki onlayn beseda o'tkazadigan shunaqa narsalar bo'ladimi sizda? Shunaqani niyat qilib o'tirasizmi? To'g'ri-da, niyat qilyapman. Shu narsalarni berishga tayyorman. Hozirgi kunda boshlaganman bu narsalarni.
chunki aytyapman-ku, menga o'xshagan, menda o'sha nimadan darsdan o'tolmay turgan qizlarning qo'lidan ushlab yur deyishga tayyorman.